Konuşabilgan mana jugalyam bo'ldi. Yangi oldim. Xo'p, akkaunt obsor qilamiz bugun. Men o'zim akkauntim. Mana hozir pulga qarasak, pulimiz ko'rsak 25.500 почти 26.000 yetib qolgan. Azimcha. Xo'p, bularda priori narsa bor. Keyin bu mashina haydaymiz, bu kerak. Bu 190. Xo'p, bu otonomiya unda yurgan. Chiqib qoldi. Xo'p, Sprinter bu o'zi videolar qatnashtirmoqchi edim. Nega videoga bo'lmadi? Bu 124. Bu meni eng sevgan mashinam. Bu ham o'zi bitta chip mashina olmay quvvardim. Oldi. Keyin mazza qo'ydi. Ana u mashina mafiyani qildim. Keyin Gelik va Lexus Cadillac bular stoshunga Tahoe X7 bilan bu Tahoe 195 va 195 olib tashlayapti yo'q. Keyin mana xo'p, keyin bu chit mashinam edi. Yo'qdigan mashinam edi. Keyin chit olib tashladi-yu. Bunga keyin mana bu kamki F1. Xo'p, bu mashinani otamdan Damas o'xshaman. Maybach. Keyin mana Dodge mashinasi. Buni yo'q, alamcha. Keyin yana mana mashina. Hop. Keyin qanaqa mashinalar bor menda? Hop. Bu mashinani hamma biladi. Mana mashinani otini yozib qo'yinglar. Mashina bir obrazga bo'ladi unga. Masalan, sizlar bo'lsanglar, masalan, akkaunt tavsiya qilaman. Akkaunt body next fucking jammasini bilmayman. Qancha o'lishsin? M4 bor, M3 bor, mashina bor, M5 bor. Pastida mashinalar ochilgan bittasi. Keyin mashina ochilgan. Bu mashina ochilgan. Keyin mashina ochilgan. Bu mashina ochilgan. Hammasi past ochib qo'yaman mana shu yerda. Xo'p. Bular hozir men sika tushaman. Mana kanalimga kirsanglar bo'ladi. Kanalda men kanal ochdim. Unda Kupon bozor qilamiz. Video tugadi. Hammaga xayr.